Bu kofirlarni Alloh taolo bizga aytmadi, bularni nisudin min buydish degan gapiga qaranglar demadi. Robbimiz bizga aytdiki, mana shular haqiqiy Alloh haq subhanahu va taoloni solih bandalaridir dedi. Mana Robbimiz bizga nimani buyurdi? Boshqalarga ham hech qanaqa foyda keltirmaydi. Haqiqiy mu'min musulmon kishi bu kofirlarning maqoliga yoki o'zbeklarni, tojiklarni, boshqa qirg'iz, qozoq bo'lsin, bularning urf va odatlariga qarab yashamaydi. Haqiqiy mu'min musulmon kishi bu Robbisining oyatlariga qarab yashagan kishi. Haqiqiy mu'min musulmon kishi payg'ambarini Muhammad sallallohu alayhi vasallamni, bu kishini hadislariga, bu kishini hayotlariga, bu kishi nima uchun keldi, nima olib keldi, nimani tashlab ketdi bizga o'zidan keyin, mana shularga qarab yashaydi. Haqiqiy mu'min musulmon kishi sahobalar nimani ustida yashadi, nimani ustida jon berdi, mana shunga qarab yashaydi. Bu kofirlarni Alloh taolo bizga aytmadi, bularni nisudin min buydish degan gapiga qaranglar demadi. Robbimiz bizga aytdiki, yu'minuna billahi va yawmil akhir va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va yusari'una fil khayrat va ulaika minas solihin dedi. Haqiqiy ana u zotlar oxiratga va Robbilariga iymon keltirgan kishilar. Ular yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytaradigan kishilar. Ular yaxshi ishlarga boshqalarni ham targ'ib qiladi. O'zlari ham mana shunga yaxshi amallar qilishlikka harakat qilishadi. Mana shular haqiqiy Alloh haq subhanahu va taoloni solih bandalaridir dedi. Mana Robbimiz bizga nimani buyurdi? Aka, bu urushlarni, kofirlarni maqoli bilan yuradigan bo'lsangiz, uzoqqa bormaysiz. Bu 15 minutlik dunyoda yashab o'tasiz. Ertaga yavmuddin bor. Mana shu kunda bu kofirlar maqoli sizga ham, boshqalarga ham hech qanaqa foyda keltirmaydi. Allohu a'lam. Bugungi kunda ko'r-ko'rona ergashib, la ilaha illalloh nimaligini bilmasdan, xoin domlalarga ishonib, bir marta la ilaha illalloh deb qo'ysak, shu bilan jannatga kirib ketamiz deyapgan insonlarga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bitta dona hadisni eslatmoqchiman. Imom Ahmad, Imom Muslim, Imom Tabaronilar rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadiki, "Man mata va huwa ya'lamu annahu la ilaha illalloh dakhalal janna" deydi. Kimki la ilaha illalloh nimaligini bilib bu dunyodan o'tsa, mana shuni ustida o'lsa, jannatga kiradi deydi. Endi siz haqiqatdan ham o'zingizni bir hisob-kitob qilib tekshirib ko'ringchi, la ilaha illalloh nimaligini bilasizmi, bilmaysizmi?